Tövəndə biz dunyoga tanılgan Yaponiyalik olim Jang Binshin professor bilan tanışıp o'taylik. 10 necha yildan beri u ishlagan necha million qitimliq suv tajribasi butun dunyoni zilzilaga keltirdi. Ularning tajriba natijasi kitob qilib, hozirgacha necha xil tilga tarjima qilinib, 70 dan ortiq davlatda nashr qilindi. Xanzu tildagi bu kitobning nomi javobini suv biladi. Professor Jang Binshin yana Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga taklif qilinib, maxsus temalik doklad bergan. Bu dokladning temasi bo'lsa, dunyodagi barliq mavjudot o'zaro fikrlashalaydi. İnsanlarning o'y-xiyoli atrofdagi muhitni belgilaydi. İnsanlarning qalbidagi maqsadlari, shuningdek eg'izdan chiqqan so'zi, yozgan xit qatorliqlarning suvga nisbatan qanday roli bo'ladi? Biz har bir stakan suv avrishkisidan 5 millilitr ulgi elib, 50 dona avrishga yetishtirish aynak qutisi qo'yamiz. Ondan bu avrishga yetishtirish aynak qutilarini 0 dan tuvan 25 Selsiya gradus sovuqlikdagi to'nglatqo'ga selib 3 soat to'nglatamiz. Bu suv to'nglatilgandan keyin biz ularni 0 dan tuvan 5 Selsiya graduslik sovuqlikdagi to'nglatqo'ga solamiz. Bu yerda telekameralik mikroskop bo'lib, bular orqali bu 50 dona avrishga yetishtirish aynak qutisini suratga tortamiz. Eng avval hech qanday uchur berilmagan suvni suratga tortamiz. Ondan bu suvlarga ma'lum uchur berib, ondan keyin yana bir qitim suratga tortamiz. Ilgari keyin tortilgan bu suratlarni bir yerga qo'yib selishtiramiz. Biz suvga nisbatan bir xil mehr-muhabbat va minnatdorlik uchurini ifodalagan vaqtimizda suv eng chiroyli kristal holatga keladi. Ilgari har qitim suvni ko'rgan vaqtimda suvni nihoyatda tinish deb o'ylaydim. Bu tajriba nihoyatda ma'nilik, shundaqla kishini intayin hayron qoldiradi. Tabiat dunyosidagi barliq mavjudot haqiqatan bir butun gavda bo'lib, zotla ayirib qarashga bo'lmaydi. Sizning niyatingiz yaxshi bo'lsa, ularmi yaxshi bo'ladi. Sizning niyatingiz yomon bo'lsa, ularmi yomon bo'ladi. Bugungi kundagi ilmiy tajribaning isbotligini bilan Jongoda qadimgi zamondagi o'tgan Laozining deganlari butunlay o'xshash chiqdi. Osmon zamin men bilan tutash. Barliq mavjudot men bilan bir gavda. Suv odamning maqsadini ko'rib tushunalaydi. Aynak qutiga rahmat so'zini yezib chaplab qo'yganda suvning kristali bunda holatga o'zgardi. Mayli qaysi davlatning yezig'ini ishlatishdan qat'iy nazar, faqat qalbingizda tashakkur bildirgan, niyatingizda minnatdorlikni niyat qilgan bo'lsangizlar, suvning kristali shuncha go'zal chiqadi. Bu Xanzu yezig'idagi rahmat so'zi. Bu Portugaliya yezig'idagi rahmat so'zi. Bu Koreya yezig'idagi rahmat so'zi. Bu Finlandiya yezig'idagi rahmat so'zi. Bu Rus yezig'idagi rahmat so'zi. Bu Ruminiya yezig'idagi rahmat so'zi. Bu Tayland yezig'idagi rahmat so'zi. Bu İbray yezig'idagi rahmat so'zi. Bu Türk yezig'idagi rahmat so'zi. Agar aynak shishiga boshqa mazmunlarni yozganda, masalan, ayol muhabbati, bu chaqda suvning kristallangan shaklda cho'ng kristal kichik kristalni o'rab turgan holat chiqadi. Go'yo kishilarga ayol muhabbatida har qaysisi qanday rol o'ynash kerakligini bildirayotgandek qiladi. Oila muhabbati degan xatni yozganda suvning kristallanishi bir qavat, yana bir qavatning ustiga tushgan holda xuddi 3 avlod bir oila kishilardek chiqadi. Bu shakl go'yo kishilarga haqiqiy oila muhabbatini bildirayotgandek, yashanganlar bilan kichiklarni ayirib etkili bo'lmaydiganligini bildirayotgandek qiladi. Yana qo'lim qo'shillarning mehr muhabbati degan xatni yezib chaplaganda chiqqan suv kristali o'xshash 6 shakl zish uyushgan holatda chiqadi. Go'yo o'zaro yordam berayotgandek ko'rinishni ifodalaydi. Biz yana o'zaro seg'inish, yaxshi ko'rish degan xatni chaplasak, suv kristali kishini hayron qoldirib, musbat va manfiy ikki xil shaklda xuddi bir va bir ayolga o'xshash shaklni ko'rsatadi. Go'yo kishilarga va ayolning farqi bor. Har qaysisi o'z alayidligini saqlaganda, ondan zish uyushib, inoq va mehr muhabbatlik o'talaydi deyotgandek. Endi bu suv kristaliga qarang. U intayin go'zal, shundaqmi? Siz buningga qaysi xat chaplanganligini bilamsiz? Buningga bo'lsa, kishilar doim deydigan, shundaqla kishilar anglashga eng amroq bo'lgan "men seni so'yman" degan so'z chaplangan.
bu sonsuz güzel su kristallari, bu necha 10 milyonlagan ilmiy tajribalar koinot va inson hayotining tabiiy qonuniyati va haqiqatini namoyon qildi. Demak, mayli insonlar yoki tog' daryo, yer zamin bo'lsin, dunyodagi barliq shaylardan go'zallikni so'ymaydigani yo'q. Mehr muhabbatni behojat biladiganlari yo'q. Demak, su biz yozgan xatning ma'nosini ko'rib tushunalaydi ekan. Undaqda u yana anglashni biladigandir. Tövendikisi bir istakan suga Zhang Binxing professor yozgan bir kublet she'rni deklamasiya qilib bergandiki, suvning kristallangan holati bo'lib, bu she'rning mazmuni bundoq. Yer shariga kelganingizni qarshi olamiz. Bu safaringizning manzili shuncha uzun. Siz haqiqatan jafo tortdingiz. Bu yer sizning vaqtliq illiq oilangiz. Siz bu yerda safaringizning hardug'ini asta-asta chiqarib, ota va onangiz sizni izchil qo'g'daydi. Siz bilamsiz. Su bu she'rni anglagandan keyin qanday kristallangandi? Mana bu uning bu she'rni anglagandan keyingi holati. Siz bu suvning kristallangan holatiga qarab, nima degan go'zal, ha? Agar siz bu bir stakan suvni ichiversangiz, ishonimizki, sizning teningiz cho'qim intayin sog'lom bo'ladi. Intayin zo'r manfaatga erishadi. Siz mana bu bir stakan suvga intayin yaxshi muomala qilsangiz, shu bir stakan suvning sizga qaytargan javobi. Oshpazlarning bizga tomoq etib berganiga rahmat. Ko'pchilikka rahmat. Mana bular bir qism an'anaviy madaniyatni o'rganayotgan bolalar. G'izolanishdan burun ular taomga qarab turib minnatdorlik so'zini o'qiydi. Har bir qo'shiq taomning kelishi oson emas. Yemeklikni isrof qilmaymiz. Mehmondorchilikda oshko'zlik qilmaymiz. Taomni oz yegan yaxshi. Her bir köktat xuddi go'har. Nafsimizni deb jandorlarni qatl qilmaymiz. Turib va yesivilakmo salomatlik beg'ishlaydi. Taom yeyish yoki yurish turishda cho'nglar avval, kichiklar keyin yemeklikni ilg'maymiz. Haddidan oshirib etmaymiz. Mayli kiyim-kechak, mayli yemek-ichmak bo'lsin, boshqalardan to'van bo'lsak, mayuslanmaymiz. Asad qilmaymiz. Qachonda tamoq ichib qolsa, yo'ldagi soillarni esinga ol. An'anaviy madaniyatni ilgari tushunmagan kishilarmi bu ilmiy tajribani ko'rgandan keyin qadimgi ustozlarning naqadar buyukligini, ularning haqiqatan insoniyatning go'harlari bo'lishga loyiq ekanligini to'nib yetadi. Bu ilmiy tajriba yuqorqiga qarama-qarshi yana bir tarafni isbotlaydi. Jahonning omon bo'lishi butunlay kishilar qalbiga bog'liq. Kishilarning qalbini tuzashda ta'lim-tarbiya birinchi o'rinda turadi. Agar suv quyilgan istakanga nahayat nachar so'zlarni yozsak, ya'ni ularning hammasi yaxshi bo'lmagan o'y fikrlardir. Undaqda uning natijasi qanday bo'ladi? Mana bu ablah degan xat chaplangan suvning kristallangandagi holati. Bu bo'lsa, sen menga qilib bergin degan xat chaplangan suvning kristallangan holati. Bu bo'lsa, sana bek o'sh bo'ldim degan xat chaplangan suvning kristallangan holati. Bu yerda ko'pchilik darhol bir masalani esiga oladi. Amaliyotda suv bo'lsa, kishi qalbini ko'zlib beradigan bir aynak. Sizning qalbingiz qandoq bo'lsa, suvmi shundoq bo'ladi. Shuning uchun biri sizdan sizning qalbingiz qandoq, siz ko'rib baqqanmi deb so'rasa, siz u kishiga shundoq, men ko'rgap, menda bir mehr muhabbatli qalb bor. Mening qalbim mana shundoq deb. Kishilar albatta shuni tunib yetalaydi-ki, agar bir odamning qalbi davomli mushu xil holatda bo'lsa, bunda qalbga ega kishining tan salomatligi albatta yaxshi, umr uzun bo'ladi. Aksicha, agar sizda nafratga to'lgan yoki razil, shaxsiyatchi qalb bo'lsa,
Shunisi aniqki, kishining qalbi uzun yil mushu xil holatda tursa, bundaq kishi qandaqmi sog'lom bo'lib, uzun umr ko'ra olsin, qandaqmi baxtli yashay olsin. Mana bu bugungi kunda nurg'un kishilarning garchi puli ko'p, huquqi cho'ng, nomi mashhur bo'lsa-mu, lekin turmushi nihoyatda azobli o'tishi, baxtini topolmasligining negizlik sababi. Amaliyotda ularning qalbidan mas'ul chiqqan bo'lib, yaxshilik va yomonlikning o'lchimini yo'qotib qo'yganligidandir. Sanoqsiz yomon ishlarni qilganligidan qalbi burumlanib, chekiga yetib ketgan. O'lgidek azoblanayotganligidandir. Afsus, ular buning nima uchunligini yanada bilmaydi. Olimlar bizga mundaq aytadi. Odam badanining 70% dan ko'pragi suvdan tarkib topgan. Agar sizning badaningizdagi suv kristali doim shundoq burmulangan holatda, ko'rimsiz holatda bo'lsa, siz bardoshlik bera olamsiz. Siz beorom bo'lmasangiz, kasal bo'lmasangiz, ajablansak bo'ladi. Boshqalarga yomonlik qilsang, avval o'zingni ziyon uchirtsan. Niyatning yomonligidan badandagi qon va suv butunlay burumlangan holatda bo'lsa, oxiri o'zing kasal bo'lasan. Biz yana ko'rib boqaylik. Mana bu German yezigidagi ablah degan so'z chaplangan suvning kristallangan holati. Bu fransuz tilidagi odam tillagan so'z ablah. Bu rak kesili degan so'z chaplangan suvning. Bu bo'lsa voz kechish degan so'z chaplangan suv. Bu tushkunlashish degan so'z chaplangan suv. Bu 11 sentabr degan so'z chaplangan suv. Bu bo'lsa sen yaramaysan degan so'z chaplangan suv. Bu besimbak ig'ir degan so'z chaplangan suv. Endi biz bu parcha-parcha suv kristaldan tuzilgan aynakka qarab selishtirib ko'rib, o'zimizning har bir kundagi ro'yi holatimizni esga olsaqla, biz o'z badanimizdagi 70% suvning qanday holatda ekanligini bilalaymiz. Ya'ni bizning badanimizdagi qon suyuqligiga qarab boqaylik. Uning hujayralari, uning molekulalari burmulanib qaysi holatga kelib qolgandi? Agar yuqoriqidek burmulangan qalb egisi bo'lsa, uningda ifodalandigini azob, kasallik, ömrünün qisqa bo'lishi qatorliqlardir. Demak, barliq baxtsizlikning sababi yiltizi bo'ladi. Vaholanki, eng muhim sabab dal insonlarning o'shin topmasligi, tabiatning qonuniga xilof holda yashayotganligidandir. Bu bo'lsa, suvga tez taom degan so'z yozib chaplangandan keyingi kristal. Qarasak, u hatto kristal holatga mukammaldir. Kishilar bilish kerakki, bundaq mexaniklik uzitish liniyasida mashinada ishlab chiqarilgan tez taom, qulaylik taomlarni hatto suvni yoqtirmaydi ekan. Aksicha, onam etgan oshning ta'mi degan xatni suvga yozib chaplaganda, suvning kristal holati mushundoq go'zal chiqqan. Bu uchurni ko'rgandan keyin hatto suvningmi shuncha xushal bo'lganligini, uningmi onlar etgan oshning ta'mini yoqtiradiganligini bilamiz. Buningdan biz ham insonlardagi qarindoshlik munosabatining naqadar muhim ekanligini tushunib yetdik. Qadimki Jungoluklar doim mundaq aytadi. Ota-onalarning farzandlarga bo'lgan mehr muhabbati, farzandlarning ota-onaga bo'lgan hurmati va vafodorligi osmon zaminni ta'sirlantiradi. Hozirgi odamlar qadimqilarni ko'zga ilmaydi. Balki ularning ideyasini feodal ideya, nadon, qaloq, xurafiy deb qaraydi. Endilikda ilmiy tajribalar bo'lsa, ajdodlarning buyukligini isbotlayotdi. Onam etgan oshning ta'mi degan suvdan ko'ringan bu kristal, ona mehrining eng ulug' muhabbat ekanligini, uning inson qalbida aslida bo'lishga tegishlik buyuk mehr muhabbatni ko'rsatib beryapti. Suv jonliq emas, ham o'simlikmi emas, faqat mineral modda. Vaholanki, suvdan iborat bu oddiy bir mineral moddami, onam etgan oshning ta'mi degan so'zni ko'rib ta'sirlanayotgan. Shuncha chiroyli kristal holatga kirayotgan yerda biz yana qadimkilarning yuqorqi so'zni qandaqmi feodal, xurafiy so'z deyalaymiz. Biz bugungi kunga kelganda endi texi tabiat dunyosidagi barliq mavjudotning inson qalbini sezalaydiganligini, hargizmi hissiyotsiz emasligini bilib yetdik. Siz yaxshi bo'lsangiz, u yaxshi bo'ladi. Siz nachar bo'lsangiz, u nachar bo'ladi. Xuddi suvdan iborat bu aynakka qaraganga o'xshash, biz insonlar atrofimizga obdan nazar sepaqsaq bo'ladi. Endi kilon odam degan bu uchurni yezib, suv qochlangan aynak quti ustiga chaplab boqaylik. Qarang, mana bu suv kristali bergan javob. Aksicha yana qadimki zamonga qaytib suvga qadimiy go'zal muzikani oltib boqaylik. Bu bo'lsa, qadimiy chalg'uning muzikasini anglagan suvning kristali. Endi biz suvga 4 fasl nomli simfoniyani oltib boqaylik. Bahor bo'likini anglagandagi suvning kristali xuddi biq surayotgan notaga o'xshaydi. Yoz bo'likini anglagandagi suvning kristali ko'kda buk baraqsan o'sganga o'xshaydi.
ko'z degan bo'lakni anglagandagi suvning kristali xuddi o't cho'plar qurib hammasi asliga qaytganga o'xshaydi. Qish bo'lakini anglagandagi suv kristali rostilla muz to'nliganga o'xshaydi. Bu Mozartning muzikasini anglayotgan vaqtdagi suvning kristali bo'lib, shakli intayin go'zal. Bu o'rmonliqdagi oqshom degan muzikani anglayotgan suvning kristali bo'lib, xuddi tumanliq o'rmonga o'xshaydi. Mariya Karis 20-asrdagi eng munavvar ayol yuqur ovozli naqshchi deb atalgan. Uning naqsh ovozi yiqimliq, hayvatlik va yorqin. Hozir buni suvga olib boqaylik. Buningdan biz ko'rgan suvning kristalimi hayvatlik, ko'rkam ham intayin nurliq bo'lib, buningdagi suv kristalining sifat va uslubi xuddi Mariya Karisning naqsh sifati va uslubi bilan butunlay birdek. Endi biz suvga Yaponiya xalq naqshisini olib boqaylik. Uning kristali xuddi No'ruz chechigidek go'zal. Endi biz suvga cho'ng shahar va ish o'rnidagi shovqin suran ovozlarni olib boqaylik. Suvning kristali shu hamon bu xil holatga o'zgardi. Endi hozirgi zamondagi modern muzikasidan jaz muzikasini olib boqaylik. Suvning kristali intayin ko'rimsiz bo'lib, uning ko'rimsizlik darajasi hatto ish o'rnidagi shovqin surandagi suv kristalidan mo ishib ketadi. Bundan qaraganda asabiy va o'tkir muzikalarga hatto suvmi bardoshlik berolmaydi. Şunu biz hozir nurg'un kishilarning moda muzika va o'tkir muzikalarga asabiy holda berilib ketayotganligini ko'rganimizda haqiqatan ajablanymiz. Bu kishilarning badanidagi suv tarkibi zodi qanchalik darajadagi ig'irlikka bardoshlik berayotgandi, burmulinib qanday holatga kelib qolgandi. Agar ular texnichi bilmagan bo'lsa, haqiqatan ularni chaqirib kelib, bu ilmiy tajriba va suratlarni ko'zlab beqishga arziydi. Ondaqda siz bu suvga televizor ko'rsatganda qanday inkas yuz berganligini bilamsiz? Mana bu uning holati. Ammo uni kompyuter va tor oldiga qo'yib qo'ysaqchi. Bu uning inkasi. Uni yanfon bilan birga qo'ysak qanday bo'ladi? Mana bunday bo'ladi ekan. Yani uni mikrodolqinliq o'choqqa qo'ysak, uning shakli xuddi vodorod bombasi portliganga o'xshaydi. Olimlarning suv orqali tajriba ishligini faqatla suvni misol qilib ko'rsatgan. Amaliyotda koinotdagi barliq mavjudot suv bilan o'xshash bo'lib, ular butunlay insonlarning ideyasi, niyatiga qarab o'zgaradi. Masalan, nurg'un boshlang'ich maktab o'quvchilari tajribada suvning o'rniga bo'ljirganni ishlatgan. Ular 4 tane böljürgenni 4 tane eynek şişi içiga silip ayrım halda söyüş, rahmet, ablah qatarlıq xat yazılgan ve quruq qaldırılgan 4 tane belgini çaplagan. Bir haftadan keyin söyüş degan xat yazılgan şişideki böljürgen yanıla nemlikini yo'qotmay paqraq qizil turgan.
Rahmat degan xat yozilgan sheshidagi bo'ljirganning 3dan 1 ko'kirib ketgan. Hech qanday xat yozilmagan bo'ljirgan butunlay ko'kirib ketgan. Ablah degan xat yozilgani bo'lsa, butunlay qurib so'lishib ketgan. Bu tajribalarni har qanday odam ishlab sinab baqsa bo'ladi. Kishining niyati uningga nisbatan yaxshi bo'lsa, u yaxshi bo'ladi. Yomon bo'lsa, u yomon bo'ladi. Adresi Qarmay shahri Shimoliy qurilish cho'ng masjidi 2-qavat tavsiya sog'lomlik do'koni.